Beşten şurtçigacha nechi kirdi? To'rgun kabel kirdi. Zazimleni bo'lganmi stalga? Stalda bo'lgan, endi Stal ko'rsata olasizmi zazimleni? Avariya aromatı bermayapti-da. Bitta zamikani elektr antenna motor ishlaganda avariya bo'ldi. Avariya ulanmoqda. To'rgun avval. Bu to'rgunmi stalga teshik, ichi yonyapti mana. O'chirdilaringmi? Ichi yonyapti-da mana. Ulomatchi bo'lmaganda bu. Isroil ham turibdi-da. To'g'ri. Mana deyapti. Palyor terilgan. Nimadir yonida ham bor dedi. Ana bir rekasi bor keldi. Shu ikkidan chiqqan va shu yongan, ham ichi yongan. Hammasini tozalab, ochib, to'g'rilab beramiz. O'zi to'kilib, ortchalarni uzdirib beramiz. Yuzga yong'in sababi to'g'risida so'ramoqchi edim. Sababiga bir oydinlik kiritib bera olasizmi? O'z elektr sohasida ishlarkansiz, tushunasizlik so'rayapmiz. mana bu avtomatimiz 25 amper turardi oldin. Qaysi avtomat? Mana avtomatimiz Bu uyingizdagi uyga ishlatish foydalangan avtomatim. Avtomatni tashirgan uchun men uni 32 amperlik almashtirganman. Nagruska hisobiga mana shu. nagruska oshirdingizmi? Konditsioner qo'yganman. Nechta konditsioner qo'shdingiz? Bitta turardi, ikkita qo'shganman. Nechtalik qo'shdingiz? 12 talik edi. Ikkita 12 talik, 3ta 12 talik bo'ldi. Yana nima bor uyingizda? Bo'ldi, bitta xolodilnik bor. 12 talikni qo'shganingizdan keyin 3ta 12 talik bo'lgandan keyin avtomatingiz otishni boshladi. Avtomat tashlash boshladi. Nechtalik avtomat turadi? 12 ta. 25 amperlik. 25 ko'tara olmay qoldi ular. Nagruska qo'ydingiz? 32 amper. 32 qo'ydingiz. Qancha bo'ldi qo'yganingiz? 3 yil bo'ldi. 3 yil bo'ldi. Bu yil nimadir nagruska ko'paydimi yana nima? Yo'q, shunaqa nagruska bo'lmadi. Nima bo'ldi? Yong'in nimadan chiqdi? Shu trabusimdan olov chiqib, kabeldan yonib shunaqa oluvchi yonib ketdi-da. Tomim tepasida, cherdan tepasida. Shuncha past turadi. Burchakroqda-da. Stalbada nechtalik kirgan? Birgondan 4 ta kirgan. Birgondan 4 ta kirgan va 4 ta choynaga 4 ta kirgan. Alohida tortilgan. Traversdan shunchagacha nechi kirgan? To'rgon kabel kirgan. To'rgon kabel kirgan. Zazimlini bo'lganmi stalbada? Stalbada bo'lgan, lekin uyimda zazimlini Stal yo'q. ko'rsata olasizmi zazimlini? Ha. Yurib ko'rsat. Bu stalbadan zazimlini, to'g'rimi? Stalbadan zazimlini qilingan, sizga ketayotgan Общий mahallaga qilingan bu. mahallaga bo'ldi. Stalba zazimlini qilingan. Shu chiz qilinganmi shu zazimlini? Yo'q, zazimlini qilinmaydi. Zazimlini qilinmagan. Buni zazimlini qilish kerak. Endi xudosi boshqatdan qilamiz endi. Travers ichidan To'rgon kabel tushgan. to'rgun kabel. Qayerda bor to'rgun kabel? Ha mana. Davom. Ichidan tushib ketgan. Ichidan tushib ketgan. Yonganda bu buni. Mana men. Sabab o'sha zikli avtomat. Lekin o'sha uyimda unaqa degan Uyda kim bo'lgan? uyda o'zim bo'lganman, uyda O'zingiz ko'rdingizmi yong'inni? Qatdan traversdan chiqdimi? Traversdan chiqmay chiqdi. Traversda farq bo'lgan. Burovga do'yiz. Shunda davomi yo'q. Shu yillar davomida mana nagruskasi oshib borganda, kuchlanishi qarshiligi nisbatan chidamlilik darajasi kamayib borgan. Shuni oqibatida otvoravergan 25 talik nimangiz, avtomatingiz siz 32 ga almashtirib qutulgansiz. Shuni oqibatida zamekanik bo'lib yong'in sodir bo'lgan. Tavsiya berib qolardik. Shu yangi priborlar uyingizga qo'shilayotganda elektr simlarini mutaxassislarni chaqirib tekshiruvdan o'tkazish maqsadga muvofiq bo'ladi. Yana bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Shu elektr korxonalarimizda elektr simlarini qarshilikka nisbatan chidamlilik darajasi sinovdan o'tkazish laboratoriya uslubida amalga oshiriladi. Shuni murojaat qilsanglar elektr korxona ustalariga tekshirib berishadi. Bu nimani beradi? Kelajakda keyinchalik qisqa tutashuvni sodir bo'lmasligini oldini oladi, aytib beradi.